Universitetimiz 2018-yilda ilk nodavlat oliy ta'lim muassasasi sifatida tashkil etilgan. Dastlab bizda bor yo'g'i 5 ta bakalavriat yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, 2023-yilda amalga oshirilgan o'sha rebranding, ya'ni Toshkent kimyo xalqaro universiteti nomiga o'zgartirildi. Buni asosiy sabablaridan biri biz o'sha to'laqonli xalqaro universitet darajasiga ko'tarildik. Ta'lim sifatiga xalqaro e'tirof qilingan standartlarni qo'llash, to'liq kredit modul tizimi tatbiq qilinishi va eng asosiysi talabalarni demak ijtimoiy va akademik faollikka yo'naltirilgan ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yganmiz. Bugungi kunda talabalarga yaratilgan imkoniyatlar keng. Xususan, mana bugun bo'lib o'tgan tadbirimizga muvofiq har yili biz talabalar o'rtasida o'zlarini ta'lim olishlari bilan, ilmiy faoliyatlari bilan, shu bilan bir qatorda o'zlarini mana shu talabalar safida eng iqtidorlilarini e'tirof qilish maqsadida demak ta'sischilar granti va shu bilan bir qatorda bizda nomdor demak stipendiyalar ham yo'lga qo'yilgan. Bu dasturning asosiy sabablaridan bittasi bu bizda tahsil olayotgan talabalarni demak bir vaqtni o'zida ham ijtimoiy, ham iqtisodiy qo'llab-quvvatlash asoslanadi. Mana bu yil biz 500 dan ortiq talabaga demak ta'sischilar grantini taqdim qildik va bundan tashqari 30 dan ortiq talabaga biz nomdor stipendiya taklif qildik. Hozirgi vaqtda Toshkent shahridan tashqarida hududlarda ham o'z filialimiz egamiz. Bu Namangan viloyatining Namangan filiali va Samarqand shahrida joylashgan Samarqand filiallari. Biz Toshkent, Samarqand va Namanganda bir xil ta'lim olish sifatini ta'minlaymiz va mana shu imkoniyat ham hududlardagi yoshlarga ham berilgan. Bu 500 dan tashqari Namangan va Samarqand filiallariga alohida biz qo'shimcha o'rin berganmiz. Ya'ni u yerda ham bevosita mana shu talabalar ham mana shu imkoniyatga ega. Va ular ham hozirgi vaqtda to'g'ridan-to'g'ri taqdirlash marosimida ishtirok etishmoqda. Endi raqamlar haqida gapirsak, ko'p insonlar uchun bu qiziqarli. 1 yillik umumiy bizning ta'sischilar fondimiz nomdor stipendiyalar qo'shib chiqariladigan bo'lsa, bu o'rta hisobda 4 milliarddan oshiq miqdordagi mablag'ni biz to'g'ridan-to'g'ri talabalarni mana shu o'qish uchun demak ta'sischilar yoki bo'lmasa nomdor stipendiya sifatida ajratib kelmoqdamiz va bu raqamlarni cheklanib qolmoqchi emasmiz. O'ylashim bo'yicha respublikamizda bugungi kunda yuritilayotgan oliy ta'limga bo'lgan talabalarning intilishi, shu bilan birga mana shu intilishga universitetlar tomonidan ham javob tariqasida biz mana shu dasturni yo'lga qo'yganmiz. O'ylaymanki, yildan yilga o'quv yillarida ta'lim sifatini oshirish bilan bir qatorda biz albatta mana shu nomdor stipendiyalarga va ta'sischilar stipendiyasiga bo'lgan ham miqdoran, ham yondashuvni sifat ham oshirib borishga harakat qilamiz. Bu yil 500 dan ortiq bo'ladigan bo'lsa, o'ylashim bo'yicha keyingi yillardan boshlab biz buni 1000 ga yaqin yetkazamiz. Asosiy maqsad birgina, bu ham bo'lsa talabalarni zamon bilan hamnafas holatda zamonaviy bilim va o'zlarini sohasiga bo'lgan intilishni ham ma'naviy, ham moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash hisoblanadi.